Günlerden bir kuni men tinchgina Minecraft'da yurganimda YouTube'ga 11 kundan beri video chiqarmaganimni eslab qoldim va bugun sizlar bilan 100 ta golemga qarshi Fitfilionte skeletonni urushtiramiz. Qani kim g'alaba qozonadi? Men o'ylashimcha Rekuber g'alaba qozonadi. Hazilkash. Qani bo'lmasam jigarlar sizlar like va obunani bosib qo'yinglar. Biz videoga o'tamiz. Qani bu yerda mani jang bazam buni bilmaganlar bo'lsa oldingi videomga o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Bo'lmasa biz skeletonlarni spawnerdan olamiz va videoni sekin asta boshlaymiz. O'tgan videodagi kommentlar. Agar siz ham kommentingiz chiqishini xohlasangiz, shunchaki komment yozing, bo'ldi. Yo, mana biz ham videoni boshlaymiz. Qani, birinchi tushib ketdim. Onangni. A few moments later. I swear bolalar, endi aniq boshlaymiz. Birinchi bitta golemga qarshi skeletlarni jang qildirib ko'ramiz. Balkim urib qo'yishar bratallarim. Let's go, bro. Namchi sekin. Yo'q, eng yomon ko'rgan ishim shu. Qani. Va men golemni snayperda kuzataman, qani. Shunda yaqinroq. Qani, juda ham yaxshi jang qilmoqda. Conor McGregor. Mamal. Juda ham yaxshi, bitta golem g'alaba qozondi. Endi esa biz hamma skeletlarni ushalarni karochi jang qildiramiz. Golemga qarshi. Xayr, golem. Tiqilib qoldimi? Bir tanam tushib oldilar. Endi skeletlarni ham tashursak bo'ladi. Ketma-ketin. Bu menga juda ham sekinlik qotdi, lekin qaranglar, sizlar uchun qancha mehnat qilganman. Sizlar bo'lsa ozgina mana kurashmayapti-yu, skeletlarga qarshi men tushmaymanmi? Men bo'lmaymanmi deydi. Men shuncha harakat qilganman, mehnat qilib montaj qilganman. Sizlar bo'lsa bittagina oson harakat bilan menga obuna bo'lishingiz va videoga like bosishingiz mumkin. Qani do'stlar, yana bitta golem tashlaymiz, u aniq jang qiladi. Buzvorot hammasini ishonaman senga. Naimjon, davay. Menda reja bor. Reja. Hoppa, reja mana shundan iborat edi. Toshlarni qazib olish. Va bu skeletlar bu yordamida tezroq tushadi va shamol kuchlanishi bilan tok birlashtirilsa suv paydo bo'ladi. O'ta super zerikarli ish. Balkim men bir tosh xalaqit qutgandir. Balkim tezlashtirayotgandir. Balkimdir. Ana bilan jangini ko'ramiz. Bu safar snayper bilan emas, lekin hammasi bir-biri bilan urushyapti skeletlar. Asojday, menmi kerak emas. Kerak emas mana shu javob. What the fuck, bro? Mayli, bularga ahamiyat bermaymiz. Chunki biz legendarniy video olishimiz kerak. Legendarniy. Mana shundan sig'adi, aniq sig'adi. Birinchi hamma skeletlarni balkim burchakdan solarmiz. Balkim burchakdan tezroqdir. O'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rish kerak. Guys, men Einsteinman. Qaranglar, qanaqa tez ketyapti, men Einsteinman. Seriozno bo'laylik. Hozir hamma skeletlarni tashib bo'lgandan keyin qancha golem bilmadim. Yetarlicha golem solaman va jangni tugataman. Jonimga ham tegdi. Zerikkunimcha golem solaman va jangni oxirigacha tomosha qilamiz. Ungacha sizlarga qo'shiq aytib beraman. Deb bo'ldi. Qani, mana talpani talpasi. Tugadi.
va golemlar g'alaba qozondi. Endi men ular bilan jang qilaman. 2 ta jonim qoldi. Kerakmi shu? Yo'q, kerak emas. Bekka farqi yo'q, jigarim. Qani? Sirazi o'ldim.